Biz qilmoqchimiz, qilish kerak, o'ylayapmiz, dasturxonni sanayapmiz, u kerak emas domla. Gaz bo'ladimi? Qanaqa boylik bo'lsa, bu hammasi xalqniki. Davlatda turgan amaldorlar buni hisobini xalqqa berish kerak. Matbuot kotibi aytyaptilar, qilishimiz kerak deyapti, domla aytyaptilar Rustamaga. Reja qilyapmiz, bo'lyapti, o'rganyapmiz. Bu narsa bilan bo'lmaydi. 33 yil, 34 yil bo'lib mustaqillik. Siyosiy iroda qilib, haqiqatdan kimlar bilan qanaqa shartnomani birinchi xalqqa ko'rsatib berish kerak. Ikkinchidan, mana shu narsani agar ayta olmayapsizlarmi, bo'shatib qo'yish kerak. Bo'shatib ishlaydigan, amallaydigan odamlar qo'yish kerak. Kerak emas bunaqa qilyapmiz, qilmoqchimiz, qilish kerak, o'ylayapmiz, dasturxonni sanayapmiz, u kerak emas domla. Biz ham domlaman, men o'z doktorman. Men 20 yillik stajim bor. 4 million so'yli olaman. 4 million. 5 ta bola. Endi to'g'risi men jondan o'tgancha gapiryapman-da. Bolalarimizni o'qityapmiz. Aksiya beramiz, boshqa beramiz, 1 million, 1,5 million. To'g'risi erkakni zimmasida oilani boqish, lekin gardandagi mas'uliyat og'irlashib ketadi. To'g'risi xalqning irodasi sinyapti-da. Endi gap qisqasi aytsam, xalqning irodasi sinyapti. Bu yoq kommunalda, bu yoq ko'chada radar, kamera, boshqa, yana boshqa narsalar. Va shu xalqning irodasi sinyapti. Bundan keyin hammadan davlatni tashlab chetga surish degan narsa paydo bo'ladi. Yoshlar ertaga davlatni tashlab sursa, uni o'rniga boya aytgandek Xitoy kirib keladimi, kim kirib keladi bizga? Biz davlatimizni kim qo'riqlaydi? Bu bilan yechim bo'lmaydi. Shu narsani qila olmayotgan bo'lsa, kimgadir irodasi bo'lmasa, irodasi yetadiganlarga berish kerak.